Kuni kecha davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasida so'zladigan nutqlarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining rahbari Antonio Guterres tomonidan sohada olib borilayotgan izchil o'zgarishlar, rivojlanayotgan mamlakatlarning rivojlanishiga qo'shilayotgan hissalari, shuningdek tashkilotning xalqaro miqyosda obro'yini yaxshilashga olib borayotgan harakatlariga alohida e'tibor qaratdilar. Men bir narsaga amin bo'ldimki, davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich sammit doirasida hozirgi kunda turli davlatlar o'rtasida bo'layotgan qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar fonida kelajakda rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir qilishi haqida ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lgan uchrashuvlari davomida yurtimizga salmoqli hissalardan biri bo'lgan 8 milliard dollar atrofida bo'lgan Boeing aviakompaniyasi bilan 22 ta yo'lovchi tashishga mo'ljallashgan samolyotlarni O'zbekistonda olib kelishi bilan bir qatorda Amerika Qo'shma Shtatlarida ushbu buyurtmani tayyorlash jarayonida 35 mingga yaqin fuqarolar ish bilan ta'minlanishi bu katta o'zgarishlarning debochasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, davlatimiz rahbari BMT minbaridan turib so'zlayotgan nutqlari davomida hozirgi kecha kunduzda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashini deformatsiya qilish va uni dunyo miqyosida obro' e'tiborini oshirishga qaratilgan fikrlarini bildirib o'tdilar. Davlat rahbarining BMT sammitida so'zlagan nutqlari men va men kabi tadbirkorlarga ulkan yutuqlarga, umid va kelajakka bildirilgan ishonch desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shundaki, davlatimiz rahbari Nyu-York shahrida bir qancha vatandoshlarimiz bilan uchrashuv o'tkazdilar. Uchrashuv davomida yurtimizga olib borilayotgan ishlar, bu hozirgi investitsiya jarayonlariga yo'l ochib berilgan harakatlar ortga qaytmasligini, kelajakda barcha istovchi investorlar uchun O'zbekiston moliya bozori ochiq holatda ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Bu men va menga o'xshagan tadbirkorlarga o'zgacha bir motivatsiya, yangi ruh, shijoat va g'oyalar keltirib chiqarishiga sababchi bo'ladi. Mamlakatimiz prezidenti Nyu-Yorkda bo'lgan tashriflari davomida AQSh prezidenti, Albaniya prezidenti, Iordaniya qiroli, Koreya Respublikasi prezidenti bilan ikki tomonlama o'zaro manfaatli uchrashuvlar o'tkazilganligi kelajakda yurtimiz iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonaman.